Agar bizaga Jondor Uz kanalidan chiqdik deb aloqaga chiqsalaringiz, biza yana narxlarni sizlarga tushirib beramiz. Aksiyalarimiz hammasini narxlardan o'tib beramiz. Hammasini o'tib beramiz deb. Narxlardan o'tib Lekin biz ham bonus qilamiz. Kommentariyaga kimni yozgan nimasi ko'p prosmotr yig'sa, like yig'sa, o'shanga bitta eng zo'r drablikamizni shuna podarka qilamiz. Ikkinchi sovringa 2.3 minglik alyuminiylik motorligimizni sovrin qilamiz. Uchinchisiga jodo sovrin qilamiz deb. Sovg'a qilamiz. Xudo xolasa aka, endi bu g'oliblarni qachon aniqlaymiz? G'oliblarni xudo xolasa bir haftadan keyin ana shu kuni aniqlaymiz. Mana. Ana tishlar gruppadagilar mahalliylik, tishlarga hech nima bo'lmagan. Ana endi esa turibdi. butun o'z-o'ziga turibdi. Ana endi keyingisiga blogga o'tkazib ko'rsatamiz sizlarga. Bloglarni ham o'tkazib ko'rsatamiz sizlarga hozir. Mana blogimiz. Suv o'tsa nima bo'ladi? Qish kuni yomg'ir qolib ketsa nima deyapsizlarga? Tashlamang suvni. Ha? Suvni tashlamang aka, suvni. Yo'q, suv tashlamasak, suv tashlaymiz-da. Suv tashlaymiz mana, ishlab turgan holat. Assalomu alaykum barchaga, aziz obunachilar, qadrdon do'stlar. Jondor Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Xudo xolasa bugun mana vodiy drabliklarimizni o'zimiz Buxoroga ham keldi. Xudo xolasa o'zimiz Buxoroga ham olib keldik. Oldingi videolarda ko'rgansizlar, ko'pchilikka ma'qul bo'lgan mana shu drabliklarimiz. To'liq ma'lumotlarni berib o'tganmiz oldingi videolarda ham. Xudo xolasa bugun ham barcha ma'lumotlarni berib, mana shu ko'rib turgan barcha narsalaringizni o'tkazib, hammasini nima qilib boramiz. Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz aka? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz aka? Ha, yaxshi aka. Endi bu ma'lumotlarni berib, qayerdan olib keldik aka bu drabliklarni ayting aka. Aka, bu drabliklar vodiy drabilkalarimiz. O'zimiz olib kelamiz. Dastlabkalari bor ichiga. Bu drabilkalarimiz 3 xil varianti bor. 6,5 kW, 3,5 ming oborot, mis motorligimiz bor. Mis motorli. 2.900 ming so'm dastavkasi ichiga qilib beramiz. Ichiga. Hech kim buni narx qilmagan. 3.300, 3.200 ming so'm sotilgan narsa bu. Biz 2.900 ga beramiz. 2.900 ming so'm dastavkasi ichiga. Agar kelib she'rdan olib ketsa mahsulotimizni yana o'tib beramiz rasxotini pulini. O'zlaringiz kelib olib kelsangiz, demak narxdan o'tib berishadi yana. O'tib beramiz. Keyingisi variantimiz 6,5 kW, 3,5 ming oborotlik alyumin motorligimiz bu. 2.700 ming so'm dastavkasi ichigadir. 2.700 bo'lsa, bunisining ham dastavkasi ichida bo'ladi. Dastavkasi ichiga bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p. Keyingi variantimiz mana alyumin motor bo'ladi, 4 kW ga 3000 oborotlik, 2.300 ming so'm dastavkasi ichiga. 2.300 ming so'mga beramiz. Dastavkasi ichiga. Trenddagi drabilkamiz mana shu bo'ladi, Lochinuzdan. Mana dastavkasi ichida bo'ladi albatta bularni. Hamma viloyatga bo'ladi dastavka?